Qassoblarnikidan ikkita cho'ponini meniki yemadi. Egasi nima yemading deydi. Uch bahori norin yegim kelyapti deydi. Ertalab bir joyda kitobda o'qib qoldim. Mana shu bizlarni shunaqa deyishimizni, uch bahori, to'rt bahori baho berishimizni nimadan dalolat beradi desa, bizlarni qonimiz to'q deydi. Agar och bo'lganingda o'sha 5 baholi norin bo'lib ketardi. Shunaqa to'qchilik bo'lib ketyapti, alhamdulillah. Isrofgarchilik ham bo'lib ketyapti, aka. O'shaning uchun tanlaydigan bo'lib ketib qoldi. Isrofgarchilik bo'lyapti. Demoqchi edimda, savolni qanaqa tushunasiz bilmadim. Ko'p joylarga qo'y so'yishga boramiz. Mana hozir siznikidan qo'y so'yib chiqib ketaman. Mana shunaqa holatda keyingi odamni uyiga, keyingi safar ham borsa, xuddi o'sha uyga o'sha go'shtni qora kesak joylarini olib, yog'ini ajratib qo'yishyapti-da, go'sht yog'larini. Tushunasizmi? Go'sht yog'larini ajratib qo'yishyapti. Nima qilyapsiz uni desam, unga bunga berib yuboryapman deydi. To'qchilik deydi omma. Mana bozorda Hasan Husan akamgilar bor, mol go'sht sotadigan. Bilasizmi, aka, eski qassoblar. O'shalardan bo'yon olardim-da. Bo'yon olib turib, o'sha yog'larni olib, qiyma qilib chiqarib berardim uyga olib kelib, kaklet qilib qo'yiladi. Yemaydigan odam ham bor, shunaqa yeydi, shirin bo'lib ketar ekanda.